Shikalat joydan, Shikalat nafta, Shikalat etajda, Shikalat planirovkasi bilan uyimiz sotuvga chiqdi. Chilonzor 2-kvartal Mirzo'lboy metrosiga taxminan 3-4 minutlik yo'l, Bunyodkor stadioni yaqin, Dream Park yaqin, xullas 3-4 minutlik yo'l. Arnorsoy ko'chasi 1-dom. 2 xona, 2 ga 6 balkon, 3 xona qilingan, 2-etaj, 5 etajga dom. Bismillah deb boshladik. Moskovskiy planirovka, kirib kelish eshigi 2-etaj va Shikalat. Moskovskiy planirovkani yaxshi tomoni oshxonaga ham alohida yo'l ketgan bo'ladi. Sanuzel razdelniy, haqiqiy Moskva. Alohida yo'l ketgan, bu yerda o'tirib ovqatlanadigan joyi. Bu yerda oshxonasi. Balkonimiz 2 ga 6, 2 ga 6 balkonni yarmi bitta xona qilingan, yarmiga oshxona chiqarilgan. Bu yer oshxonaning joyi bo'lgan. Bu tarafimiz zal. G'ishlidomda bilasizlar, ikki tarafda ham oynasi bor, polnosenli bo'ladi. Kvadrat kattasi bo'ladi. Razdelka sumal gabaritga bo'ladi. Bu polnosenli 2 xonalik 2 ga 6 balkon, Moskovskiy planirovka. Bu yerda spalnisi, bu yerda ham oyna bor. Bu yerda ham oyna bor. Atapet matraslari bilan joyi zo'r joy, tixi rayon deyiladi. Arnorsoy ko'chasi 1-dom. Balkonimiz yarmi 3-xona qilingan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 2 xona Moskovskiy planirovka metroning atrofida 80 ming narx berib yotibdi. O'rta etaj, mana shunaqa remonti bilan, mebel texnikalari bilan. Bizga 80, 79, 78, 77 kerak emas. Alloh barakasini bersin, 76 ham kerak emas. 74 mingga berib o'raman. Hamma narsasi qoladi, kalsiyaz natrasi beriladi.